Ozarbayjonda qo'qonlik tabib qo'lga olingani ma'lum qilindi. Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida qo'qonlik tabib va Bionur sohibi nomlari bilan tanilgan Iqbol Soliyev huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olingani xabar qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, u Bakudagi BSVIP klinikasida bemorlarni o'z uslubi, bioenergiya yoki energiya terapiyasi orqali davolayotganini aytib, har bir bemorni 60 manat, taxminan 430 ming so'm evaziga qabul qilgan. Qisqa vaqt ichida uning oldiga murojaat qiluvchilar soni keskin oshib, klinika oldida katta navbatlar yuzaga kelgani aytilmoqda. Klinika ma'muriyati esa Iqbol Soliyev ushbu tibbiyot muassasasining rasmiy xodimi emasligini bildirgan. Shunga qaramay u 2 kun davomida qabul o'tkazib, keyin klinikani tark etgani qayd etilgan. Ayni paytda u firibgarlikda gumon qilinmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar uning faoliyati qonuniy asosda olib borilgan yoki yo'qligini hamda bemorlarga ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha tekshiruv olib bormoqda, deyiladi xabarlarda. Bakıda BSVIP estetik klinikasında izdihama səbəb olan özbək həkim polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Qafqaz İnfoya təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, klinikada xəstələri əl enerjisi ilə müalicə etdiyi deyilən özbək əsilli Bionurun sahibi kimi tanınan İqbol Soliyev adlı həkimin qəbulu keçirilib. Ekstrasens olduğu deyilən şəxs bioenerji və ya enerji terapiyası etdiyini bildirirmiş.